patentsiz ishlaganingiz uchun MVD tomonidan vidvarena qilinsangiz yoki sud tomonidan vidvarena qilingan bo'lsangiz zapret qo'yiladi. Demak, keyingi zapret turi bu podpunkt 2.1 statya 27. Qanday holatlarda taqiq qo'yiladi? Sud yoki hozirgi vaqtda MVD tomonidan vidvarena qarori chiqarilsa, aynan mana shu podpunkt bilan zapret qo'yiladi. Misol uchun, patentsiz ishlaganingiz uchun MVD tomonidan vidvarena qilinsangiz yoki sud tomonidan vidvarena qilingan bo'lsangiz, mana shu podpunkt 2.1 statya 27 feza 114 bilan zapret qo'yiladi. Taqiq muddati qancha? Vidvarena qilingan kundan 5 yilga. Qanday holatlarda bekor qilinadi bu zapret? Agar sud yoki MVD vidvarenasi bekor qilinsa, ya'ni sud sizga vidvarena qilinganida, keyingi sud instansiyasida siz uni bekor qilgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa MVD vidvarena qilgan bo'lsa, MVD qilgan vidvarenani sud tomonidan bekor qilingan bo'lsa, bekor qilingandan keyin bu zapretni bekor qilsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi asos bu aytaylik, vidvarenani sud orqali yoki o'sha MVD orqali bekor qilishning imkoni bo'lmagan bo'lsa ham, agar yaqin qarindoshlaringizda Rossiya fuqaroligi bor bo'lsa, aynan vidvarenani emas, mana shu zapretni o'zini abjalovat qilib bekor qilishga urinish mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting, har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.